Ayni vaqtda biz Furqat tumanidagi mahalliy aholi ingichka chorraha deb ataydigan manzildamiz. Bu yerda esa dahshatli avtohalokat sodir bo'ldi. Halokatga Damas avtomashinasini qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlangani sabab bo'lgan deyilmoqda. Voqea erta tongda sodir bo'lgan. Holatga guvoh bo'lganlarning ta'kidlashicha, Damas avtomashinasi haydovchisi o'zidan oldinda ketayotgan transport vositasi bilan oraliq masofani saqlamagan va natijada Damas avtomashinasi haydovchisi chorrahaga yaqinlashgan vaqtida oldindagi transport vositasi bilan to'qnashib ketmasligi uchun rulni qarama-qarshi yo'nalishga burgan va o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Men Qo'qon tarafdan nima tarafga uyimga ketib turdim. Men svetofor ham yashil edi. Batdan ikkita mana Damaslar arqama-ketdan kelib qolishdi. Kelib turib, oldida mashina tormoz berishdi. Undan olib qochaman deb tormoz berishdi. Keyin mashina kutib aylanib turib, meni yo'limga o'tib ketib qolishdi. Yo'l transport hodisasi natijasida Damasga jiddiy texnik zarar yetgan. Dastlabki olingan ma'lumotlarga ko'ra, avtomashinada bo'lgan haydovchi va yo'lovchilar zudlik bilan tuman tez tibbiy yordam bo'limiga yuborilgan. Biz tuman tibbiyot birlashmasida bo'lib, shifoxonaga olib kelingan shaxslarning bugungi holati haqida ma'lumot oldik. Afsuski, haydovchining shoshma-shosharligi sabab sodir etilgan avtohalokat qurbonlarsiz bo'lmagan. O'sha kuni bizda Furqat tumani markaziy shifoxonasi qabul emirji departament bo'limiga ikkita murda bilan bitta og'ir bemor YTH natijasida olgan tan jarohati bilan olib keldi. Olib kelingan bemorimiz shok holatda bo'lgan. Chunki u bemorimizda qo'shaloq tan jarohati bo'lgan. Bemorni hushiga kelgunga qadar bu yerda ushlab turdik. Qabul emirji bo'limimizda, shok zalida. Bemor o'z holini tiklagandan keyin, holati yaxshilangandan keyin Qo'qon qo'shma shikastlanishlar neyroxirurgiya travma bo'limiga kelishuv asosida o'tkazildi. Ushbu holat Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati va keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Muhokama markazida yo'l transport hodisalari nima sababdan sodir bo'layotgani, bunday holatlarni oldini olish uchun nimalarga e'tibor qaratish zarurligi bo'yicha mutaxassislar o'z fikrlarini bildirishdi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilsak, mana shunga o'xshagan mudhish voqealarni oldini olingan bo'ladi. 1-2 daqiqani qadrlab, rul boshqaruvida mavjud me'yorlarni buzgan haydovchining hayoti shifokorlar tomonidan saqlab qolingan. U ayni vaqtda Qo'qon shahridagi tibbiyot muassasasida davom muolajalarini davom ettirmoqda. Holat yuzasidan esa Jinoyat kodeksining 266-moddasi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etyapti.